Mana uyimga achistитель qo'yganimga ham 4-5 oy bo'libdi. Shu 4-5 oy ichida men achistитель qanaqa ishlaganini sizlarga ko'rsatib berishim mumkin. Hozir achistitellar oldiga kelamiz. Albatta bu Xiaomi brendining eng zo'r achistitellardan biri bo'ladi. Hozir achistitelimizni ham yoqib oldik. PM datchiklari aktivniy juda ham zo'r ishlaydi. Sababi Xiaomi ishlatganlar o'zi biladi, achistitellar asosan aktivniy datchik zo'r ishlagani uchun va filtrlari zo'r bo'lgani uchun olishadi. Mana ko'rsatib turibman sizlarga 003, ya'ni harakat bo'lgani uchun Xiaomi brendining achistiteli sirrazu harakat sezib, kir havoni sezib tozalashga o'tib ketdi. Hozir sekin men sizlarga uning ichidan filtrini olib, 3, 4, 5 oylik natijani ko'rsatib berishim mumkin. Qaranglar, uyimda qanaqa chang havo bo'lgan, bu achistitelimiz chang havolarni qanaqangi tortib olgan, shu chang havodan meni qutqarib qolgan ekan boru. Kimga shunaqa achistitellarimiz kerak bo'lsa, bizda nalichi bor. Albatta video hazil tariqasida olindi. Kimga Xiaomi brendining achistitellari kerak bo'lsa, bizda pakajda 10 ta dona bor. Bizda dostavka xizmatlari ham albatta bor. Lokatsiya tashlaysizlar, tovar pulini to'laysizlar va sizlarga dostavka orqali yetkazib beramiz.